Oyijon. Ha! Voy siz jinniroqmisiz? Kunduz kuni uyquga berasizmi? Qani choynaga damlab kelmaydimi buni? Ne sanadi? Voy kelganingizdan beri choynaga beli xabarasi xabarman sizni sindiraman. Ovqat qildingizmi? Uxlayotgan joyda nechi marta aytaman, kelin farosat. Qaynana uxlayotganda uyg'otma. Choy ichaman demadim men sizga. Jinnimisiz, ko'rmisiz, yo yarayimisiz? Ovqat qildingizmi? Siz keling boring. Nima? Oyijon, sizni sevaman, jonim. Jinni bu kelin bor, tomi ketyapti buni. Bir qarasa, muloyim supurgi bo'ladi, bir qarasa paxta qo'yadi artistga o'xshab. Voy, piyozni mayda qilib to'rab, ukropkashni to'rab, yoniga bo'lgan nonni qo'yib, xonimni suzib keling. Xo'p. Chekkaga o'chkur farosat. Voy, befarosat, hozirga kelinlar befarosat. Ovqat qilsang ham yoqmaysan, choy damlab bersang ham yoqmaysan. Qachon bu qaynana? O'chiring ovozingizni, tilingiz qursa kesib olaman tillaringizni. Qanaqa sizga qaynana, onangiz sizga tarbiya bergan. Voy Allohim, bu jinni kelinga qachon Xudo insof berarkan. Voy shunaqa kelin olaman deb o'ylamagan edim. Voy bolam. Voy iflos o'g'lim.